Assalomu alaykum hammaga. Bugun 2026-yil 14-may. Xudo xolasa shu yilki payvandlarimizni birinchi harakatga kirgan navi Early Adora. Payvandimiz 2026-yil 24-aprel sanasida qilingan. Xudo xolasa birinchilardan bo'lib harakatga kirdi. Payvandlarimiz xudo xolasa hammasi olgan. Bu 14-13 mmlik novdaga payvand qilingan. Qora novda kichik bo'lganligi sababli bir tomonni tekkizib payvand bo'lgan. Shunga qaramay payvand yaxshi ushlagan. Mana xudo xolasa nishona hosillari ham bor. Nasib qilsa nishona hosillarni ham ko'rsatamiz. Bu Early Adora navimiz. Adora Seedless'ni ertaki navi sifatida olib kelganmiz. Xudo xolasa buni ko'ramiz. Meni eshitishim bo'yicha shirinroq va Adora Seedless'dan 1-2 mm yirikroq deb eshitganman. Xudo xolasa buni endi yillar davomida tajriba qilib, ko'rsatib aniqlik kiritamiz bu ma'lumotlarga. Early Adora navini Ukraina davlatidan o'qiganmiz. Yerdan 1,5 metr balandroqqa payvand qilingan. Qancha yerga baquvvattanaga payvand qilinsa, shuncha novda yaxshi surishini hisobga olib shunday qilganmiz. Hozir bitta 8 yillik toyfa daraxtiga 2 dona payvand qilganmiz. Mana bu ikkinchisi. Hozircha birinchi bo'lib uyg'ongan navimiz shu, Early Adora. Xudo xolasa yana nishonalarni hammalarga ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa kuzatishni davom etinglar.